Sizga bir qiziqarli fakt. Kichik Londonning mahallasi butun dunyo vaqti uchun asos bo'lganini bilasizmi? 19-asrga kelib poyezdlar ommalashadi. Har bir shahar o'z vaqti bilan yashar ekan, poyezd jadvallari umuman tushunarsiz holatda edi. Har bir stansiyada vaqt o'zgarar, yo'lovchilar poyezdga kechikishar, telegraf xabarlarini gapirmasa ham bo'ladi. Umuman boshqa vaqtda kelishardi. Ushbu savollarga yechim topish uchun 1884-yili Amerikaning Washington shahrida 25 mamlakat vakillari to'planishib, konferensiya uyushtirishadi. Maqsad dunyoga standart vaqt tizimini joriy qilish edi. Va o'sha standart vaqt deb Londonning rayoni bo'lmish Greenwich qishlog'ining vaqti butun dunyoga standart deb e'lon qilinadi. Hozirgi kunga kelib aviatsiya, temir yo'l transporti, internet va telekommunikatsiya sferalarida foydalaniladi. Keyingi videolarimizda nega Qirg'iziston 6 soat, O'zbekiston 5 soat, ya Moskva bo'lsa 3 soat bu soatdan oldindaligini, buni qanday qilib hal qilishganini aytib o'tamiz. Azimutga obuna bo'ling. Omon bo'ling.